Bosding. Kirishsa, sekin boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sekin kirishyapti. Assalomu alaykum. Qo'shilayotganlarga, gruppamizgami? Ya, prямой efirimizga. Juda ko'pchilikni talab va istaklariga binoan Robiyaxonni keyingi paytda kuylagan qo'shiqlarini qay yo'sinda aytdilar, qanaqa qilib bu qo'shiqqa to'qnash kelib qoldilar. Shu haqda batafsil sizlarga o'zbekcha gapirib berishini men iltimos qildim qizimdan. Hozir sizlarga shuni o'zbekchada aytib bermoqchi. Qandiyondan salom. Qandiyonlilarim omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Buxorodan salom deyapti. Qayda? Buxorodan salom. Alaykum assalom. Sog' bo'linglar. Hammangizga assalomu alaykum. Xayrli kech. Soatam mana 9 bo'lib qopti. Kech bo'lsa ham hozir Robiyaxonni studiyadan olib chiqib, shu muxlislaringga menga anaqa nima bor-ku, o'zimga yozishadi-ku. Direktor. Shunaqa joylarga to'ldirib tashashdi. Robiya nimaga ruscha gapirdi? O'zbekcha aytsa bo'lmasmidi yoki o'zbek tilini bilmaydimi? Bilaman. Xo'sh, nima bo'ldi? O'sha Yakxanda kuni gul qo'shig'ini aytishingga nima sabab bo'ldi? Juda ko'pchilik shu haqda so'rashgan. Ruschada javob qildi, lekin biz tushunmadik deganlar ham bo'ldi. Aslida bu hazil bo'lsa kerak, albatta, juda tushunarli qilib gapirib bergandi qizim. Endi video o'zi trend bo'lib ketgan, prikol bo'lib ketgan. Yakxanda kuni deb gapirgani, aytgani. Hamma qo'yaveradi. TikTokka ham kirsangiz shu, YouTube'ga ham, endi Instagramga ham kirsangiz shu, buni originali kim aytgan ekan? Juda Yakxanda deb boshlanib, u yog'i hazil bo'lib ketgan. deb. Keyin shuni anaqa Shazamdan qildim-da, muzika topib beradigan priложение bor-ku. Keyin qilsam o'sha qo'shiq ekan, tojikistonlik qo'shiqchini. Tojiddin Muhiddinov. Tojiddin Muhiddin deyishadi. Lekinde qizim, men shu qo'shiq aytganingdan keyin o'zimni yoshligim, bolaligim esimga tushaverardi-da. Yoshligimizda o'sha to'ylarga borganimizda mana shu qo'shiq ko'p aytilardi. Shu qo'shig'i musiqasi bor-ku, o'sha musiqa asosida juda ham ko'plab o'zbekcha qo'shiqlar kuylangan edi-da to'ylarda. Shu usulda. Shu uslubda. Yakxanda kuni gulli uslubida. Lekin bizning farzandlarimiz mana shu qo'shig'i qanaqadir raqsbob qilib, to'ybob raqsbob qilib nima qilishdi? Aranjirovka qayta ishlab qilishdi. Bu juda ko'pchilikka manzur bo'ldi. Ko'pchilikning aytishi bo'yicha aniq bir qo'shig'i har kim aytib ko'rar ekanda, hammasi ham odamlarga manzur bo'lmas ekan. Lekin farzandimiz mana shu Robiyaxon ijrosidagi qolgan aka-ukalari birga qilib aytishdi. Bu ijro juda ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Hattoki qo'shiq mualliflarining o'zlariga ham shunchalik yoqib ketganidan ular bizga o'zlari telefon qilib chiqib, o'sha Muhiddin Tojiddinning ayollari, asli Tojiddin akani o'sha ayollarini taglari, o'sha avlodlari Xorazmga borib taqalar ekan. Shuning uchun ham u onaxon o'zbek tilini bilar ekanlar. Vaholanki Tojiddin Muhiddinning barcha anaqa oila a'zolari biz bilan rus tilida gaplashishdi. Faqatgina o'sha onaxon biz bilan sof o'zbek tilida gapirdilar. Biz qoyil qoldik. Hayron bo'lganimizda, meni avlodlarim Xorazmga borib taqaladi. Meni onam xorazmlik bo'lganlar. Buvim xorazmlik bo'lganlar dedilar. Men ulardan o'zbek tilini o'rganganman deb. Yana o'sha qo'shig'i tarixini shunaqa chiroyli bizga aytib berishdiki, Robiya bolam shunaqa chiroyli aytib berishdiki,
xuddi o'sha haligi nima deydi o'sha vaqtga tushib qolganday bo'ldikda. Mana shu Parvona Tojiddin degan qiz ana o'zi Tojikistonda juda mashhur qo'shiqchi ekanlar. Ular bilan ham tanishib oldik. Ular yoshligida shirin kichkina qizaloq bo'lgan paytlari 4 yosh 5 yosh paytlari rosa yomon tishlari og'rib qolgan ekan. O'shanda adalari xizmatdan kelsalar qizlari qovoq olib xo'mrayib yuraverganda qizlar shunaqa bizga aytib berdilar. Albatta rus tilida aytib berdilar, chunki ular o'zbek tilida gapirisha olmayapti, o'zbek tilini uncha tushunishmayapti ham, yoki tojik tilida yoki rus tilida bemalol tushunishyapti. Aytib berdilar. Adalari kelganda u qizcha tishi og'rib, endi tishi og'rigan odam qanaqa g'ammi tekita qoladi-da, siqilib, g'am chekib yursa 4-5 yoshli qizcha adalari kelib, "Yakxanda kune gul, yakxanda kune bacham" deb mashq qo'shig'i yaratgan ekanlar-da. Ya'ni o'zbekchasiga bir xanda qilgin, bir kulgin qizim degan qo'shig'i mazmuni. O'shaning uchun Robishga ham rosa yoqib qolib bu qo'shiqqa yurak berib aytgani uchun ham hattoki qo'shig'i muxlislari, avtorlariga ham juda ma'qul bo'ldi. Juda ko'plab tomoshabinlarga, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga bu qo'shiq ketdi desa ham bo'ladi. Nima dedilar? Parvona Tojiddin, senga rahmat. Rahmat aytdilar. Bu Adamu qo'shiqlarini umrini uzaytirding singlim. Spasibo тебе большое deb rosa Robiyani pahvalit qildilar. O'shaning uchun ham keyin Tojikiston televideniyasidan Robiya bizni oilamizga, именно Robiyaga iltimos qilib chiqishdiki jurnalistlar, shu qo'shiqqa kuylashingiz haqida bir nima qilib bering bizga. Intervyu qilib bering. Iloji bo'lsa rus tilida yoki ingliz tilida. Endi ko'proq ularda o'sha tojiklar ham rus tilini yaxshi tushunishgani uchun, endi imkoniyati bo'lgani uchun Robiyani nimaga endi rus tilida intervyu bermasligi kerak? Imkoniyat bor, til biladi. O'shaning uchun rus tilida javob qilib ularga intervyu tayyorlab berdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Tojikiston televideniyalarida buni qayta namoyish qilishdi. Endi mana bu Tojikistonning O'zbekistonga yaqin hududlari bor-ku, mana Xo'jandlar, u yerdagi tojiklarimiz, do'stlarimiz o'zbek tilini tushunishadi, o'zbekcha javob qaytarisha oladi. Lekin endi Tojikistonni ichkarisiga kirib boraversangiz, ayniqsa o'sha Dushanbelarda bilmadim endi hammalari qanaqa, lekin aynan biz bilan munosabat qilgan, muloqot qilgan tojik do'stlarimiz aynan rus tilida biz bilan muloqot qilishadi. Bir-birimizni rus tilida yaxshiroq tushunamiz. Xo'sh, gapirib ber endi o'sha qo'shiq haqida. O'sha chiqib qolgandan keyin qiziqib qolib, keyin yodlashga o'tdim. 2 kun yodladim. Shu yoqib qolganim uchun. Akang, opalaring nima dedi, xo'p? Opalarim, akalarim yaxshi zo'r qo'llashdimi? Birga qilaylik deb qolishdimi keyin? Yo'q, birinchilarga deyishmadi. Birinchi qo'ygan o'sha qo'shiq aytib Instagram qo'yib bo'lgandan keyin bir kunda 10 million prosmotr bo'ldi-ku. Voy, bekor san bilan aytamiz. Hammalarga senga yopishdi. Ayniqsa Doston akam. Qo'y buni, aytmay qo'yib prikol bo'lib ketgan-ku, nima qilasiz aytibdilar-da. Keyin yo'q, zo'r bo'ladi. Keyin men u prikol qilib aytganim yo'q-ku, uni originalni aytib chiqdim desam, ha, mayli dedilar-da. Keyin ertasi kuni qo'ygandan keyin bir kunda 10 million prosmotr bo'lib ketdi keyin. Bekor san bilan olmaman deb gapirdilar. Yaxshida. Zo'r bo'ldi, omad keltirdi qo'shig'ing. Assalomu alaykum. Endi biz adang bilan biz rosa orzu qilganmizda, bolam, bizni farzandlarimiz butun dunyoga chiqsin.
til bilsin. Ko'p tillarni bilishini xohlaganmiz, lekin musiqa bilan shug'ullangan odam ko'p tillarni o'zlashtirishga qiynalar ekanda. Hech bo'lmaganda ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, oz-moz hind tili mana o'rgandingni xursandman. Til bilgan el biladi-da. Shuning uchun butun dunyoga chiqib yuribsizlar. Juda ham xursandman. Hojiboy Tojiboyev qiziqchini taniysan-a? Ha, taniysan, bilasan. Rahmatli o'sha kishini bitta askiyalari bo'lardi. Ba'zi san'atkorlarimizni shunaqa qo'shiqlari bor. O'zimiz auditoriya uchun, mashinadagilar uchun qilingan, uzoqqa bormaydimi degan bir qiziq gaplari bor edi-da. Kulardik. Ilohim unaqa bo'lmasin sizlarniki. Butun dunyoga ketsin. Qara, mana shu tojikcha qo'shiqdan keyin ham eronliklar qancha senga muxlis bo'lishdi. Voy, bu Robiyani anaqasi-ku, pochtasi-ku portlab ketgan desa ham bo'ladi. Men onasi bo'lib turib, menga o'zi qancha telefonlar bo'ladi, сообщениyalar yozishadi, Google tarjimalar qilib bir kimlarga javob qilaman. Qo'ldan kelgancha endi. Ayniqsa adamlarniki to'lib ketgan. Adayniki umuman to'lib ketgan. Adang bechora ularga qara olmaylar ham. Mana shu Assalomu alaykum, Farg'onadan salom. Farg'onaliklar aytgancha, Farg'ona ertaga yo'q, bugun chislog'im nechmi qara, o'tgan safar xato e'lon berib qo'yganman. Farg'ona deganingizga rahmat, sizga Farg'ona haqida esimga tushib ketdi. Mana ertaga farzandlarimiz vodiyga ketishadi. Farg'onaning Quva tumanida qaysi to'yxona? To'yxona nomi yozilganmi? Farg'onaning Quvasida to'yxonada hozir men istoriyamga qo'yaman. Istoriyasiga qo'yadi. Bular konsert berishyapti. O'sha to'yxonadagilar bizga taklif bilan chiqishgan. Bir 2 oycha oldin kelib zakladlarni berib ketishgan. O'sha yerda konsert qilib berishadi bolalarimiz. Ertaga ketishsa, indinga soat nechida Quvada? Qara. Hammaynani kutib qolamiz. Boringlar. Andijondan assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Havas kimni g'oyasi? Albatta ota-onam g'oyasi. Havas albatta adasi bilan meni g'oyam bo'lgan. Sizlarga qisqa qilib tushuntirib beraymi? Adasi ikkalamiz ham hayotga bir tashna deydimi, nima deydi? Hayotga juda ham qiziqqan odamlarimizda. Kimni ko'rsak havasimiz kelib ketib qolardi-da. Hattoki mana shu chiroyli gullar, chiroyli kapalaklarni ko'rib qolsak ham, voy deb o'shalarning ichiga kirib ketib qoladigan darajada yaxshi ko'ramizda, havas qilamiz o'sha narsaga. O'shaning uchun farzandlar ko'rsak, shunaqa san'atkor qilsak degan haligi nimalar, orzu havaslar bo'lgan boshidan. Keyin biz o'sha farzandlarimiz zo'r san'atkorlarga o'xshagan, nima edi? San'atkorlarga o'xshagan bo'lishini xohlaganmiz. Da o'shalarga havas qilib, havas qo'ysak, qarang, biz lekin bu yog'ini o'ylamagan ekanmiz. Allohga behisob shukr qilamizki, hozirgi kunda bizni farzandlarimizga havas qilganlar juda ham ko'payib ketishdi davomida. Gapirsana. Yoki qo'shiq aytib ber. Savollar beringlar, javob beramiz. Assalomu alaykum. Sizlarning oilangizga havas qilamiz ko'p, faqat guruhga emas, oilamizga ham havas qiladiganlar ko'p. Yangi Qo'rg'ondan Iskobodda assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iskobodliklarim. Men o'zi Namanganni Yangi Qo'rg'on rayonida tug'ilganman. Endi bizda ikkita qishloq yonma-yonda, Iskobod qishlog'i, Qandiyon qishlog'i orasi bir 3-4 kilometr.
man shunaqa zo'r sharoitda katta bo'lganman. Men o'zim bolalarimga ham aytib beraman. Bu yoqqa olib chiqsam, voy ayajon Shvetsariya-ku deb qo'yishadi-da. Yaxshi chiroyli. Iskobod qishlog'ida qishda mana sovuq paytlar yashar edik. Kun isishi bilan Qandiyonga chiqib ketar edik-da. Zona oddixda u yoqlar. Katta olma bog', mana shu bog'da yashaganman. Otam rahmatli 5 gektar quruq yerni o'zlashtirib bog' qilgan edilar. Dushanbedan kuzatyapman. Salom dushanbeliklarga. Matliba opa, energiyani nimadan olasiz? Mandan. Mana shu necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar, nima desam bo'ladi, qanaqa holatdaligimizdan qat'iy nazar, voy endi menga kech bo'ldi deb o'tirmaslik kerak ekanda bu hayotda. Bir narsani qilgingiz keldimi, shu bugundan boshlab qilish kerak ekan. Misol uchun kimdir sport bilan shug'ullansam bo'larmikin-a? Men endi 40 ga chiqdim-ku, 50 ga chiqdim-ku desa u katta xato qilar ekanda. Ana o'sha kundan boshlayverish kerak. Ana o'sha eng to'g'ri yo'l. Ana o'shanda energiya olasiz. Nima qilib tashladik? Tepaga chiqib ketdi. Energiya olasiz. O'zingizdan olasiz energiyani. Hayotdan olasiz. Bundoq ko'chaga chiqsangiz, tevarak atrofga qarasangiz, tabiatdan olasiz. Siz ham xirgoyi qilib turasizmi? Ayam shu zo'r qo'shiqchilar. Ha, men yoshligimda juda ham bitta qo'shig'i yaxshi ko'rganman. Shunaqa yaxshi ko'rganman, bolam bu haqda sizlarga aytmaganman. Ayting. Qaysi qo'shiq? Sherali Jo'rayev ustoz bitta qo'shiqlari bor. Dunyoni qizg'anma mendan azizim degan. Shunaqa zo'r qo'shiq bolam. Shuni qidirib topib aytasanmi? Aytaman. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Men seni ko'changdan o'tmasman aslo. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Sen yurgan yo'llardan yurmasman aslo. Sen ichgan buloqdan ichmasman aslo. Sen yurgan tog'larda qolmagay izim. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. To'nlarga tushib qo'yadi. Tonini bilmadim-u, lekin mana shu qo'shiq menga juda ham yoqardi. Mana shu qo'shiq nimagadir hozirgi kunda yo'qolib ketyapti-da. Endi mana shu Sherali Jo'rayev hofizimizning qo'shiqlari bu juda ham qadimgi qo'shiq. Agarda Zohir Shoh Jo'rayevdan masang so'rab beraman, Zohir Shoh akang agar senga kuylayversa Robiya desalar, sen shu qo'shiqni kuyla bolam. Xo'p. Zohir Shoh men juda ham yaxshi ko'raman. Shoh Jahonni ham yaxshi yigitlar, gaplashib turaman ular bilan. Ayniqsa Zohir Shoh bilanda. Robiya aytsin, ukajon desam yo'q demaydilar. Bu meni eng sevimli qo'shig'imda. Bu qo'shiqda bir dunyo falsafa bor-da. Mana hozirgi kunda bir-biridan dunyoni qizg'anishlar bor. Oddiygina masalan, sizlar xursand, ayniqsa Shahnoz bolam xursand, ha deb yursa, voy nimaga bu ko'p kuladi, voy dod deganlarga mash qo'shiq aytib bergim keladi-da. Agar mana shu bizni ko'rib turganlar, kuzatib turganlar, hozir primoy efir tugagandan keyin dunyoni qizg'anma mendan azizim deb YouTubedan bitta qidirib eshitib ko'ringlar. Mazza qilasizlar-da, mazza qilasizlar. Men ham eshitib ko'raman. Eshitib ko'rasan bo'ldi. Buni nafaqat eshitib ko'rasan, aytib berasan. Aytib berasan. Afg'onistondan salom aka. Afg'onistondan salom. Mana til bilgan el biladi dedimmi? Mana afg'onistonlik muxlislaring ham ko'payib ketishdi. Qirg'iz muxlislarimiz, qozoq muxlislarimiz, Qirg'izistondan shuncha ko'p qirg'izcha qo'shiq so'rashyapti. Men Robishga aytdim, Robiya, aytib ber bolam, shular uchun bitta qirg'izcha qo'shiqni o'zimcha qidirib ham ko'rdim. O'shanga qirg'izistonlik muxlislarimiz sizlardan iltimos qilardim-da. Men bir Qizilo'rik degan qo'shiq bor, Qizilo'rik, Qizilo'rik. Men shu aslida qirg'izchami yoki qozoqchami? Men shuni hech ham farqiga bora olmayapman.
Manimcha ham qozonchasi bor, Yo, ham qirg'izcha. aslida tagi qirg'izcha bola. Chunki qizil o'rik ko'proq qirg'izlarda ishlatiladi-da bu so'z. Chunki men o'zim Qirg'iziston bilan chegaradosh yashaganman. O'sha Qandiyon, Iskobod qishloqlarida. Navoiydan salom. Assalomu alaykum. Dog'istondan salom. Shunaqa mehribon onasiz, rahmat. Voy, rahmat Dog'istonliklarga. O'zbek tilini bilishar ekan. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar hammangni. Ko'rdingmi? Til bilgan el biladi deb yana qaytaryapman. Ko'p tillarni o'rgansang, ana o'sha millatlar seni o'zingni tilingdan eshitsa boshqachada. Tarjima kimdir seni gapingni tarjima qilib bersa, seni yuragingni yetkazib bera olmaydi. Ana o'sha tilda sen o'zing gapirsang agar seni yuraging boshqacha gapiradi-da. Kimdir tarjima qilib bersa, u boshqacha gapiradi. Tushundingmi? O'shaning uchun til bilgan yaxshiroq bolajonim. Agar imkoniyat bo'lsa, qarshingdagi odamning tilida so'zlaganing zo'r bo'ladi bolajonim. Agar qarshingda o'zbek turib, sen yo ruschada, yo inglizchada gapirsang, bu albatta juda ham xunuk ko'rinadi. Lekin qarshingdagi inson rusiy zabon deylik, yoki ingliz tilida yoki hind turibdi deylik. Agar sen o'shani tilini bilsang, shuni tilida gapirgin. Shu yaxshi, bu madaniyatga kiradi, bu qadriyatga kiradi. O'sha millatni, o'sha xalqni qadrlayapsan-da bolam. Tilini bilib turibsan-da. Uni tilida gapirmay, uni qiynasang, bu yomon narsa. To'g'rimi bolam? To'g'ri. Shahnoza bolam kirmadi primoy efirga. Aytib qo'ymaymiz. Voy asal qiz, xushro'y, latofatli, onai qizga alangali G'ijduvondan salom. G'ijduvonlik azizlarimiz. Mana bizni O'zbekistonimizda ham judayam ko'p millatlar yashashadi. G'ijduvonda ham ko'proq tojiklar yashashsa kerak. Sog' bo'linglar. Kosonsoydan salom. Qara, Kosonsoy, Namanganda ham Kosonsoy bor-da. Namanganimizda Kosonsoyda ham tojik millati ko'proq yashashadi. Andijondan alangali salom, hammangizga salom. Tojikiston, G'azalkentdan salom. G'azalkentda shunchalik Toshkentda yashab, 2 marotaba borganmiz. Juda ham tabiatini yaxshi ko'raman. Juda ham go'zal joylar. Samarqand, Ishtixonga ham borib kelganmiz. Kuyovim Shuhrajon borib kelganlar. Manchi. Sen sen mendan ko'p joylarga borgansan. Mana qara, men Qarshiga bir marta bordim sizlar bilan to'yga. Necha marta borgansan u Qashqadaryoga? Mana Qarshiga yaqinda ham borib kelishdi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, biz ham sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda sizday haqiqiy o'zbek ayollari ko'paysin, boringizga shukr. Rahmat. Ayniqsa siz menga juda yoqasiz, bolalaringizga zo'r tarbiya bergansiz. Men sizdan o'rnak olishni xohlayman. Rahmat, niyatlaringizga yeting, ilohim. Navoiydan salom. Navoiyda qadrdonlarimiz juda ham ko'p. Nima qilib qo'ydim, Robi? Bilmasam. Bo'ldi. Nima, qaysinga klip oling? Klip olishdi-ku, mana Yakxanda Kunegullik klipi. Shu haqda ham gapirib beraylik. Asosan bolachalarni oldik. 3 ta navaramizni, Gulirayxon, Faridaxon, Alixon. Bu klipda o'sha Gulirayxon Parvona Tojiddinning rolida bo'ldi-da. Parvonaxon aytib beruvdilar, shu meni tishim og'riganda, adajonim kichkina bo'lganman, Yakxanda Kunegul deb meni kuldirmoqchi bo'lib, rosa anaqa qilgan ekanlar. Adajonim bu qo'shiq menga deb aytgan ekanlar deb aytib beruvdilar. O'shandan kelib chiqib, bu qo'shig'i klipiga bolajonlarni oldik. Gulirayxon klip ko'rsangni doim xo'mrayib, umuman kuldirib bo'lmaydi. Bitta kul deb uni orqasidan yurishadi. Klip oxirida keyin kuladi.
Buxorodan alangali salom, Robiyajonga salom, buxoroliklarim, assalomu alaykum. Buxoroda ham juda ko'p millatlar yashashadi, lekin Buxoroni asosiy xalqi ko'proq menimcha tojiklar. Chunki men Abu Sahida xabaringda bor, material do'konimiz bor. Shu do'konga juda ham ko'p buxoroliklar kelishadi. Eng ko'p material o'zi Buxoroda sotilsa kerak, Buxoroda haligi kiyilsa kerak deb o'ylayman-da. Buxoro, Samarqand xalqi shunaqa ko'p material olishadi. Juda ko'p kiyinishadi, umrlaridan baraka topsin. Onajon, вы отлично воспитали своих детей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Oilangizga ko'z tegmasin, rosa havasim keladi. Men sizni Amerikadan kuzataman, Diyora. Amerika sehrlik diyor. Ular edi Kolumb ham hali. Qaysi kinodan? Yo, buni she'r bu. Voy, qara, anaqa qilganda esimga kelmayapti. Madr demoqchimidi? Yo, mana shu she'r haqida. Amerika sehrlik diyor, uxlar edi Kolumb ham hali. Bilsanglar e'tiboringlar. Bu diyorni kashf qilgan Beruniyning aql mash'ali. Ko'rdingmi? Kolumb ochgan Amerikani deb olimlar bir paytlar siyosat qilib turganda, Beruniy yulduzlarga qarab turib Amerikani o'zi kashf qilib qo'ygan ekanlar-da. O'sha paytda o'zida. Oho, bizning avlodlarimiz, ajdodlarimiz qanaqangi buyuk geniy insonlar bo'lishgan, olim insonlar bo'lishgan. Yakxanda kuni gulni juda chiroyli etdingizda, trend bo'ldi. Haqiqatdan ham trend bo'ldi. Masalan, unutilib borayotgan qo'shiqlar bo'lar ekanda, aynan shu qo'shiq ham masalan o'sha original holatida, chiroyli o'sha aytilgan holatida ko'pchilikimda tarqamagan edi-da. Robiya aytib chiqqandan keyin juda ko'p odam, voy shu qo'shiq bor edi-ya deb bunday uyg'onib qolishdi-da. Xuddi men bu Sheral Jo'rayev dunyoni qizg'anmamandan azizim qo'shig'i unutilib ketyapti-da. Masalan, hozir men aytganimdan keyin kimlardir shu qo'shig'i eslashgan balki. Biz tengi odamlar. Asal Robiyaxon, Shirin opajon, kelinglar G'ijduvonga, mehmon kelamiz. G'ijduvonni shashligi bilan. Rahmat singlim. Lekin mana shu Toshkentda ham G'ijduvon shashlik deb yozib qo'yishadi. Mana mahallamiz boshida ham bor. Ba'zida yegimiz kelib qolsa, telefon qilsak, olib chiqishadi. Haqiqatdan ham G'ijduvon shashliklari boshqacha. Gap yo'q, zo'r. Robiya qizingiz nechanchi yil? Juda yoqadi. Robiya qizim 2008 yaqinda tug'ilgan kuni bo'ldi. Butun boshli rels joyladim. Baraka topkurlar. 2008-yil 30-martda tug'ilgan. Tojikistonga kelinglar deyapti. Tojikistonga ham farzandlarimiz borib konsert qo'yib kelishgan Dushanbeda. Juda zo'r konsert bo'lgan. Juda chiroyli qarshi olishgan tojikistonliklar. Juda ko'p to'ylarga borishadi Tojikistonga. Xudo xolasa, sizlar taraflarga ham borib qolishadi. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisizlar? Kelinlaringiz farzandlik bo'lganda chilla saqlagani ketishmaydimi debdilar. Nima desam bo'ladi? Hech bizni kelinlarimizni, qizlarimni masalan tug'ib uyiga borib yotib kelib unaqa narsa bo'lmagan. Chunki o'zini ko'ngliga qarayman-da. Mana shu yerda men bilan qaragisi kelsa bemalol. Mana Nilfarxonning ikkita bolasini ham hozir ham mana pastda yotishibdi. Hali qirqi chiqmadi Nilfarxonni. Qudamlar Nilfarxonning onalari umraga ketdilar. Eson-omon borib kelishsin. 20-aprelgacha kelishadi xudo xolasa. Asiya qizimni ham o'zim katta qildim, 40 chiqardim. Voy, chaqaloqlarni katta qilish juda ham qiyin. Faqat ayam qaranglar. Chaqaloqlarga. Chaqaloqlarni qarash juda ham qiyin.
chaqaloq tug'ilganda birinchi masala chaqaloq bo'ladida. Onani ko'ngliga qarab, qudani ko'ngliga qarab, kimlarni ko'ngliga qarab, voy deb issiq o'rnini sovutib bir joylarga jo'natib yuborsangiz, balki nima desam bo'ladi, sharoit o'zgarib, bolacha kasal bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, yoki masalan o'zingizni nevarangizni o'zingiz bilasiz, chiroyli papalab katta qilasizda, tetilib olib bundoq qo'liga ko'taradigan bo'lgandan keyin balki qaniydi jon deyman, masalan olib ketib qarab nima qilishsa masalan. Lekin o'zi bolalarim, qizlarim Ulmira xonam, Nilufar xonam, voy ayajon mana shu yerda 40-ni chiqarib olaveraylik desa, jon deyman-da men ham keyin. Jon dilim bilan keyin kerak bo'lsa kechasi ham ayajon desa yugurib chiqaman. Katta keliningizni ota-onalar bormi? Albatta bor. Aytayapman, qudamlar hozir umraga ketishgan, 20-gacha kelishadi. Endi bizda yig'in pig'illa hadeb qilinavermaydi. Unaqa bordi, keldi, yig'in pig'illa hammasini ham ko'rsatavermaymiz-ku. Yaqinda ham mana adasini tug'ilgan kunida kelishdi hammalari. Tojikistondan salom. Ko'rdingmi, tojikistonlik muxlislaring ham juda ham ko'payib ketishdi. Endi sen to'xtamasliging kerak bo'lam. Faqat hozir shamollaganman. Juda qattiq shamollab qoldi bolajonim. Grippmi, qanaqadir virus. Men o'zim endi tuzaldim, mana burnim ham haligi nima deydi, ozgina yara ham bo'lib ketdi. Azbaroyi ko'p haligi ro'molcha ishlatganimda mendan bunga yuqdi-da bolam. Yo'q. Uchqo'rg'on tumanidan salomlar bo'lsin. Kelinglar, mehmon qilamiz. Rahmat hammangizga. Robiya 4-chi voy degan ma'noni bildiradi. Siz 4 farzand bo'lgani uchun shunaqa ism qo'ydingizmi? Albatta, buni Robiya qizimning ismini adalari qo'yganlar. U adalari endi olim inson, hamma narsani o'ylab, yetti o'lchab bir kasallar-ku, o'shaning uchun hali tavba qildim, kimda qanaqa-yu, bizda farzandlarimiz tug'ilmasdan ismini qo'yganmiz. Nabiralarimiz ham hali tug'ilmaslaridan avval ismlarini qo'yib qo'yganmizda. Lekin bizni davrimizda adasi ikkalamiz ikkita ism qo'yardik, ham qiz bolaga, ham o'g'il bolaga. Chunki qizmi o'g'ilmi bilmas edik. To'g'risi, Robiyaga Muhammad, Robiya deb ism qo'yganlar adalari. O'g'il bola bo'lsa Muhammad bo'ladi, qiz bola bo'lsa Robiya bo'ladi deb. Keyin qiz bola bo'lgan, Robiya bo'lgan. To'g'risi nimaligini bilmas edik-da. Hozir bo'lsa haligi texnika rivojlangan deyiladimi, o'ziga ko'p tushiladimi, hammasini aytib berishadi. Lekin baribir avvalo Allohdan-ku, lekin baribir o'sha doktorlarning aytganini ham 90% to'g'ri chiqyapti-da. Robiyaxon qizimni shogirdga olasizmi debdilar. Robiyaxon qizimni shogirdga olasizmi? Albatta. Bizda havas san'at maktabi bor. Bemalol kelib farzandlaringni o'qitishing mumkin. O'zini o'sha nima deydi, maktab ta'limidan qolmagan holatda bizda faqat musiqiy ta'lim. Maktab ta'limi yo'q. Musiqiy ta'lim bo'yicha ochilgan. Kattaqo'rg'onga ham kelinglar. Kattaqo'rg'on ham Samarqandda bolam. Ismi juda ham chiroyli, o'ziga yarashadi. Robiya qizimning ismi ham chiroyli, o'zi ham chiroyli, ko'z emas. Ovozi ham chiroyli. Ilohim umridan baraka topsin. Quyi Chirchiqdan salom. Quyi Chirchiq mana shu o'zimizning Toshkentning Chirchig'i. Yuqori Chirchiq, Quyi Chirchiq mana shunaqa deyiladi. Salom, xayrli kech. Gaplash bola.
Robiyaxon juda ham chiroyli make-up qilasiz. Bu podrastkoviy qizlar endi har nimani qilib ko'radi-da. Nima deymiz endi? Sekin-sekin o'ziga kelib oladi. Robish Instagramiga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, shoshilma qizgina, shoshilma. Otabek Muhammadzohidning qo'shig'iga bitta klip olgan. Reels joylagan. Men bunga juda ko'p gapiraman. Shoshilma qizgina, shoshilma. Shu bo'yamma. Yoshlik o'zi go'zallik. Yoshlikda bo'yanish ham shart emas-da. O'zi tabiiy inson xunuk odam qizni o'zi bo'lmaydi-da. Yoshlik o'zi go'zallik, beg'uborlik. Menga o'xshab katta bo'lganingdan keyin, yoshing 1 ga borgandan keyin bo'yansa, yo'q-yo'qga qarasa yarashadi. Yosh qizlar nimaga bo'yanadi? Men hayronman. Zamon shunday. Bolam, menga qara, zamon shuni talab qiladi deb noto'g'ri bir anaqalarga nima deydi, ergashib qolmagan. Mana hozir sizlarga ham balki foydasi tegib qolar. Men bu narsani juda kuyunib gapiraman, xafa bo'lib gapiraman. Shu yosh qizlarni-chi yuziga har xil ukollar qildirishi, labini shirishi, har xil nima deydi. Hozir ko'ryapman, men bu jag'i ham uzaytiradi bir protseduralar chiqib ketganmi, qarasangni g'alati-da. Odam o'ziga o'xshamaydi. Undan tashqari men bu plastik operatsiyalar juda yomon narsalar bular, juda ham yomon narsalar. Endi gapirishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Kokosh qizimizni hozir operatsiyasi hammaga anaqa bo'lyapti-ku. Nima deydi? Shov-shuv bo'lyapti. Endi tavba qildim deyapti-da Kokosh ham. Yo'q, qorinni yog'ini oldirish kerak emas ekan, oshqozonni kestirish kerak ekan deb turibdi-da. Voy dedim. Bu aqli kirmabdi. Hech ham aziz qizlar, ayollar, ba'zan erkaklar ham bu yo'lga qadam qo'ymaydi. Bu noto'g'ri yo'l. Bu yo'l bilan, mana shu qorinni yog'ini oldirish bilan liposaksiya deydimi, nima deydi, o'shan bilan odam ozib qolmaydi-da. Misol semiz odam deylik, mana shu Kokosh deylik, 85 kilo, 90 kilo bo'lsa, undan 3 kilodan oshiq yog'i olib bo'lmaydi. 3 kilo yog'i olgan bilan u ozib qoladimi? Hech narsa o'zgarmaydi. 2 soatdan yugurish kerak. 2 soat yugurish emas, bolam, yugurishga erinilsa tez yurish kerak ekanda. Men bu operatsiya qildirib olgandan keyin na bir sportga chiqa olasiz, na bir nima bilan shug'ullana olasiz. O'zi nogironga aylanar ekan, qolar ekanda odam. Keragi yo'q bunaqa narsalarni. Umuman bu yo'ldan qaytinglar. Mana shular ibrat bo'lsin. Mana Halimaxon o'tib ketdi, rahmatli, shuni orqasidan. Endi men bu Kokosh qizim invalid pashti bo'lib qopti-da. Bu nekroz degan narsa 2 yildan buyog'iga tuzalmaydi. Tuzalsa agar, Alloh shifo bersin ilohim. Juda ham yomon narsa. O'shaning uchun Robiya, bu hammasi mana shu bo'yanishdan boshlanadi. To'g'risi bolam, bo'yanasan, uni qilib ko'rasan, buni qilib ko'rasan, qoni quraysan-da o'sha narsadan keyin ana unga o'tib ketib qolging keladi. Men endi sahna uchun bo'yanaman, tadbirlar uchun. Shunaqa. Lekin unaqa narsaga umuman qiziqmaysan. Lekin Robiya qizim sportga qiziqib, sport qilgisi kelib qoladi-da. Keyin dangasaliga tushib qoladi. Birinchi kun qilaman, keyin tashlab. Opasi ikkalasi bir xil, aytdimi sen? Lekin ayam har kun как положено, yuz gimnastikasimi, hammasini qiladilar. Qilish kerak bo'lam, qilish kerak. Ertaga men yoshim yetganingda voy afsus, nimaga shuni qilmadim deb o'tirgandan ko'ra. Ba'zida Shahnoz opamga ham aytaman-ki, "Shahnoz, sen o'zi meni qizimmisan? Nimaga harakat qilmaysan, bolam? Ertaga afsus qilasan" deyman-da. Bugundan boshlash kerak bolam. Rustam aka yaxshilami? Voy, adalarini so'raganlarga ming rahmat. Adalari ozgina mazalari bo'lmadi. Mana kechadan Xudoga shukr yaxshi bo'ldilar. Bugundan ancha yaxshilar, Xudoga shukr. Sekin-sekin yaxshi bo'lyaptilar.
Umnichka у вас, Robiya, Jamola, yaxshimisiz? Spasiba. Tabiiy go'zallikka yetmaydi hech narsa, albatta. Robiyani endi yoshini aytmaymiz. Juda ko'p marta. Bir marta aytdik. Ko'p aytdim. Даже Instagramga reels qo'ydim. Yaqinda bular Robiya maqomdan konkursga qatnashyapti-da, astoydil tayyorlanyapti, lekin o'sha maqomdan konkurs bo'ladigan paytlar bular уже Izrailga va'da berib qo'yishgan. Izrailga 2-3 ta konsert qo'ygani ketib qolishadi. Ustozim xotirotdilar. Xudo. Bular Qirg'izistonga ketishadi, где-то 11-10 iyunlarda o'sha Qirg'izistondan uyga kelmasdan keyin Izrailga uchib ketishadi. Men endi byudjetga anaqaga Yunus Rajabiyga kirmoqchi edim. Xudo xolasa. O'sha agar Suzuki nomidagi o'sha konkursga qatnashsam, agar Grand Prix olsam, o'sha byudjetga kirar ekanman. Olasan bolam. Lekin qanaqa qatnashaman? Endi bo'lar ekan boshida. Boshida balki sizlar ketguningcha 10-gacha o'tib qolsa zo'r bo'lardi. Juda bo'lmasa chet el konkurslariga qatnashasan-da, chet elda bo'ladigan konkurslarga. Qo'shiq kuylab bering, momo qiz. Tamom, o'tdi-da. Ozgina pastroqda kuylab ber. Nimani maqom aytib berasan? Yo'q, maqomga yotish kuchim yo'q. Kasal Robiya bolam, ancha mazasi yo'q. Miyalarim o'rib ketadi. Qancha kitob o'qiysiz bir kunda Matlibopa? Men bitta kitobni o'qish oldimga maqsad qilib qo'ysam, eng uzoq o'qiganim 4 kun bo'lgan. 4 kungacha o'qib tugataman, eng katta asarlarni ham. O'sha qiziqib ketib qolsam bo'ldi. Keyin bizga aytib beradilar har doim. Oilani davrasida o'tirganimizda qanaqa kitob ekan deb so'rasak. Aytib beraman. Men bular endi o'qiyverish olmaydi-da, vaqtlari yo'q. Kechgacha mana shu g'ig'i qo'shiq aytgan, anaqa voy kitob o'qiyna bolam, orada yarim soat bo'lsa ham deyman. Keyin hech bo'lmagan o'qimaganiga yarashur deyman. Bitta kitobni qisqacha qilib mazmunini aytib beraman. Lekin u mazmunini aytib berishdan ko'ra o'qish boshqacha-da, o'qish kerak baribir. Ustozimiz yozibdi. Voy, Robiya ham botoks qilganmi? Xudo saqlasin. Bu hali kichkina-ku. Lekin buni labi adasini labiga o'xshaydi-da. Adalarniki ham bundoq bo'rtib chiqqan. Bitta gap aytsam kulasizlar hozir. Qanaqa gap? Rosa ko'p biz gruppamizdagi qizlar adangni yaxshi ko'rishardi-da. Adang meni yaxshi ko'rardilar. Keyin bo'lsa anaqa o'sha qizlarga qaramasdan keyin meni yaxshi ko'rib, men bilan ketib qolganlardan keyin o'sha qizlarning jahli chiqib turib, "Voy, namuncha labi do'rdoq" deyishgan. Rostdan ham bizni davrimizda labi do'rdoq deyilardi-da. Xuddi senikiga o'xshagan, adayni lablariga o'xshagan lablarni yomon ko'rilardi. Zato hozir trend bo'lib. Hamma yozib yotibdi, siz ham botoks qildirganmisiz, sizdan kutmodik, botoks qilishingizni. O'sha meniki tabiiy yoshligimdagi rasmlarni ham ko'rsanglar, tabiiy shunaqa. Yo'q, Xudo saqlasin. Robiya hali juda ham endi 17 ga to'ldi. Bu bunaqa ishlar, qo'ysanglar-chi. O'ng ko'z bilan qarasa inshaalloh Gradga kirasiz. Nima degan tushunmadim. Namangandan salom. Vas qilaman. Qaysi nabirangizni ko'proq ko'rgis keladi. Voy, bu bilmasam endi hammasini yaxshi ko'riladi. Xuddi farzand ajrata olmaganingizdek, nabiralar ham hammasi bitta. Urgutdan kuzataman. Assalomu alaykum. Sizlarni muxlisingizman. Juda ham yaxshi ko'raman. Urgut zo'r joy, tog'li rayonlar. Kuyov bolam Shuhrajon Urgutdanlar. Farzandlaringizga
voy o'tib ketyapti endi вообще ko'payib ketdi. Ichidan alangali salom. Marg'ilondan salom, Sankt-Peterburgdan alangali salom. Hammalaringizga alangali salom. Xudo xolasa Tuladan ham salom ekan. Tula ham Rossiyaga kiradi-da. Robiya, siz ham Instagramingizda Salvatore nima? Bailana del Rey kuyin aytib bering. Harakat qiling. Opa, chiroyli suhbat qilasiz. Baribir kitob o'qiganingiz bilinadi. Rahmat. Baribir kitob o'qish mazada. Inson endi yashayversangiz ko'raverar ekansiz. Nima deydi? Ibrat olaverar ekansiz. Kimlar bilandir g'iybatlashib yo bo'lmasa dardingizni doston qilgandan ko'ra kitob bilan do'st bo'lgan yaxshiroq ekanda. Men ko'p endi ota-onamdan, aka-opalarimdan uzoqda yashaganimga ko'proq kitobga mehr berganman. Farzandlarimga bog'lanib qolganman. Robiya Konskiga topshirmaysiz-lar. Konskiga endi skripkada hozir o'qimaganim uchun, endi skripkadan maqomga o'tib ketganim uchun endi Rajabiga topshiraman, xudo xolasa. Endi bu yog'ini o'qiy olmaymiz. Judayam tez ketyapti. Hammaga e'tibor qilib, shunchalik biz bilan suhbatlashish uchun kirib savollar yozayotganlaringizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xivadan ashaddiy muxlisingiz. Xivani juda yaxshi ko'raman. Eng men tushlarimda ko'rib chiqadigan joy bu Xiva. Xivani yaxshi ko'raman. Haligi xuddi ertakka tushib qolganga o'xshayman-da. Xivani tushlarimda ko'rib chiqaman. Xivaliklarga salom. Xinchasidan bo'lsin deyapti. Nevaralar qutlug' bo'lsin. Nevaralarga boy bo'ldingiz. Allohga behisob shukr. Bu yil bizga shunaqa zo'r yil bo'ldi. Qo'sha nabiralar kelishdi. Biram bir-biridan shirin. Allohga behisob shukrlar aytaman. Sog'lom, aql hushi bilan, umri bilan bergan bo'lsin Allohim. Assalomu alaykum. Matlub opa, siz psixologmisiz? Juda ham ajoyib maslahatlar berasiz. Men amalda qo'llab ko'rdim, zo'r effekt berdi, rahmat. Men endi o'zimni psixolog deya olmayman-ku. Men maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar pedagogikasi va psixologiyasi fakultetini tamomlaganman. Namangan davlat universitetida. O'zi maktabni oltin medalga bitirganman. Ana endi ketdi maqtanib. Yaxshi. Istoriya повторяется. Dedi qahramon doim. Xullas, nima desam bo'ladi? Institutda ham eng yuqori baholarga o'qiganman. Lekin afsuski ishla olmadim. Men shu hamma bilimlarimizni farzandlarimizga qo'llaganman desa ham bo'ladi. Bolalar psixologiman. Men Buxoroni juda yaxshi ko'raman. Ustozimiz yozatdilar. Qanalar? Nigora. Men Buxoroni juda yaxshi ko'raman. Qaysi raqs ustozimi? Nigora, yaxshimisiz? Buxoro ham tarixiy joyda. Haligi dushevniy odamlar bo'ladi-ku, qalbiga quloq soladigan insonlar tarixiy joylarni yaxshi ko'radi, meni fikrimcha. Masalan, Hindistonni nimaga yaxshi ko'raman? Tarixiy joylari ko'pda. Afsonalar yurtiga tushib qolganga o'xshaysiz. Kimlar bilandir gaplashsangiz, masalan, voy Hindiston axlatxona, Hindiston sassiq boshlanadi. Yo'q, unaqa emas. Dunyoga boshqa ko'z bilan qarang. U yerda milliard odamlar yashaydi-da. Shuncha odam bo'lgandan keyin, albatta buncha odamni boshqarish boshqa qiyin bo'lgandan keyin, balki shunaqadir. Shunaqa joylari ko'pdir. Lekin ozgina chetroqlarga chiqsangiz, ichkari shaharlarga kirsangiz, juda ham chiroyli, go'zal, tarixiy joylar. Lekin o'sha Dehlidagi iflos shaharda ham menga yoqqan. Shunqa yoqqan edi, qiyshiq minor bor. Haligi dunyoning 7 mo'jizasini biri hisoblanmish qiyshiq minor Dehlida joylashgan. Yana nimadir, edi Dehlida Agrada nima bor? Toj Mahal bor.
nahot shunaqa joyi yomon deb bo'lsa, axlatxona deb bo'lsa, to'g'ri axlatlari bordir, lekin siz uni ko'rmang-da, chiroyli joylarni ko'ring, mazza qiling, hayotga boshqa ko'z bilan qarang, mazza qilib yashaysiz. Buxorodan salom. Umarxon yaxshi bo'ldimi? Umarxon zo'rlar, shunaqa shirin bo'lib keldilar. Bolnitsada 6 kun yotdilar, 6-7 kun yotdilar. U kishini sariqliklari ketmayotgandi. Ko'zlarining ichida sariqliklar qolyapgan edi. 20 kunlik bo'lsa ham xavotir olib bolnitsaga yotqizsak, sariqligi xavfli holat emas ekan. U bir kunda o'tib ketdi-da. U kishining tomoqlarida shu oilamizda gripp yuribdi-ku. Mana O'paman Umarxonni. Robiya Umarxonni yonidan jilmasida o'zi anaqa tomog'i og'rib bolnitsada shamollashga ukol dori qilib zo'r hozir uxlab yotibdi bolajonim. Bir ro'mol o'rash bo'yicha video qiling. Bo'ldi, qilib beraman. Ro'mol o'rash juda ham oson, shunchalik osonki, mana men bu ro'molimni ham Shahnoz bolamga kimdir podarka qilganmi, 5-6 tasini berdi. Shunaqa udobniy narsa ekan. Uyda bundoq qilib o'rab olsangiz, mazza qilib yuraverar ekansiz. Voy bolam, shuni ertaroq nimaga ko'rmading deyman-da, Robiya. Shunaqa udobniy ekan, shuni o'rab olasizda, sochlaringizni yig'ib turadi, mazza, yengilgina, udobniy narsa ekan. Ertaroq shularni bilmamizda qara. Voy, bu inglizchasiga yozib tashashdi. I can understand the language, but I love how I was growing. Thank you so much. From Tunisia. Voy, wow. O'sha yerdan ham kuzatisharkan sizni. Hello, they your friend. O, inglizcha bilan ekan. Hello, dear friend. Assalomu alaykum, xayrli kech. Yaxshi, misizlar? O'tib ketdi. Nima desam bo'ladi? Balki primoy efirni to'xtatarmiz. Nima qilamiz? Xayrlashamizmi, azizlarim? Mayli, boydan hammanglar xinchasidan bo'lsin deb yotibsizlar. Ha, bo'ladi. Tomog'im og'riyotganini anaqalarga olarsizlar. Inobatga olamiz. Guli matan aytib beraman, agar hozir akam bo'lganlarda yaxshi bo'lardi. Qahramon ham yo'q edi. जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरी खोई हूँ जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरी खोई हूँ गुल्ली मता शोफिका नमत आयनी शौक नरोय जगल आई 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 किंदरना हब्बी हब्बी कना हलिम फदाह इन मेरे बिया आई 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 इजहार हुआ हम भी प्यार हुआ मुलाकात की है घड़ियां आई 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 नींद में भी लब पे नाम तेरा बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई 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 voy ashitani yaxshi ko'radigan joyimmi aytdim. Arabcha joyini bilmayman. Uni akam aytadi. Ashitani juda yaxshi ko'raman. Do'st aytadi u yog'ini. O'sha aytini kutib turibman, og'zingga qara, bolam. Tanjoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Kelajagida ilohim butun dunyo taniydigan qo'shiqchi, skripkachi, maqomchi, o'zing orzu qilgan narsalarning hammasiga erishgin. Albatta, akalaring bilan, opang bilan. Hamma omad tilab yotibdi. Rahmat. Farg'onada kutib qolamiz. Ha, ertaga indinga 15-kuni, aprel kuni Farg'onaning Quva shahrida bitta to'yxona. Uni o'zi Instagramimizga reklama qilamiz. Ko'ringlar, farg'onaliklarni kutib qolamiz. Nima debdilar? Kelinlaringiz ham o'zingizga o'xshaganidan topgansiz. Boshidan ro'mol tushmaydi. Ya, biram havas qilaman. Endi men ham xursand bo'laman. Endi baribir san'atkor ayoli bo'lishgandan keyin uyimizga juda ko'p odam keladi. O'shaning uchun kelinlarni baribir iffati, hayosi mana shu ro'molida-da.
chiroyli qilib o'rab yurishadi. Juda ham o'zlariga yarashadi. Gulmira bolam ro'mol o'rab olsa Nastinkam deb qo'yaman. G'irt Nastinkaga o'xshab qoladi. Ani kino bor-ku. Rossiyskiy kinodagi Nastinkani o'zi bo'ladi qoladi. Nilufarxonga-ku umuman ro'mol juda ham yarashadi. Ikkalasi ham umridan baraka topsin. O'zi ikkalasi ham bolasi bilan ovora. Gulmira Asiya bilan. Asiya lekin Asiya qizim judayam nimjon, shunaqa nozik, guldan ham nozikda, guldan ham nozik, qiltiriqcha. Chunki Gulmira bolam umuman nima deydi, toksikozi og'ir kechdida. Nima yesa tashladimi bolaga ta'sir qilar ekan. Mana shu oyoqchalari mana shu qo'lim bilan teng edi-da. Shunchalik qiltiriq edi. Mana hozir Xudoga shukr 3 oylik bo'ldi, sal ko'zga ko'rinib jonlanib qoldilar. O'shaning uchun uni kichkinaligini ko'rganimiz uchun ham uni juda avaylaymiz. Umri uzoq bo'lsin, ilohim. Alloh o'zi asrasin nabiralarimizni. Tojikistonga kelinglar, mehmon qilaman. Addushi aytdim, chin ko'ngildan aytdim. Boramiz. Rahmat. Xudo xolasa boramiz. Tojikistonni men hech aylanib ko'rmagan ekanman. Xudo xolasa boramiz, ko'ramiz. O'zichi islomiy kitoblarda ham o'qiganmidim, qaysidir kitobda o'qiganmanda, sayohat umrni uzaytirar ekanda. Ko'proq sayohat qilib turish kerak ekan o'zi. Konsertda ana opam kirdilar. Shahnoz bolam, yaxshimisan? Уже biz tugatamiz hozir. Sen qara kirmaganingni. Не успела. Ayajonim yozatdilar. Mancha. O'zing ketib qolding bolam. Mana biz уже 40 minutdan beri primoy efirda o'tiribmiz. Robiya bilan. Yig'layaptilar. Bo'ldi, qo'rqma, ertaga sen bilan, xo'p? Ertaga o'qishda bo'laman, o'shanda qilinglar. Qo'qonda kuzatamiz. Haqiqiy havas qilsa arziydigan oila omadinglar bersin. Qo'qonliklarim, ertaga konsertga kelinglar. O'sha to'yxonani hozir yana Shahnozni qolib ketdingiz, Shahnoz qolib ketdi. Shahnoz uyda-da, bo'lganda yugurib chaqirib olardik. Uchalamiz qilardik. Siz ham ko'rdingiz. Mayli, hozir hammani hozir uxlaydigan payti, ozgina baribir kechki payt vaqt ajratiladi. Salmiyani u yoq bu yog'iga chalg'itishga. Narsalarni tayyorlash kerak. Shundan foydalanib sizlar bilan suhbatlashdik. Hammangni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shahnoza chiqdi. Endi Shahnoz bilan soобщениеda gaplashaveringlar mana bunaqa joyda. Biz qolib ketdik ana, deymi? Shahnoz bolam haqiqatdan hamchi dilgirdi, hamma uchun jonini berib yuboradi-da. Voy, bunchalik sodda bo'lma, bunchalik joningni berib yuborma qizim, ichiga kirib ketma. Bundoq siring bilan tur derkanmiz-da biz onalar baribir. Qizim malga himoya qilish ma'nosidami? Yo'q, ming gapiring, o'zim ham yurak insonni yuragi nima deydi, boshqarar ekanda. Shahnozani yuragi shunaqa, hammani yaxshi ko'radi. Hammani joni dilida ko'radi. Hammaga yordam bergisi keladi. Ertaga biz bilan keting, ayajon. Ertaga bilmadim bolajonim, men bora olmasam kerak. Chaqaloq bor edi. Voy, apa, mening katta o'g'lim xuddi Asiyaxonday ariq edi. Hozir ham shunday ariq. Menga ham voy, farzandim bo'lmagan edi. Voy, bu qiltiriqcha hali semiradi deb o'tiribman. Xudo xolasa semirib qolar. Men Xo'jandda yashayman, kesalaring kutib olaman. Xo'jand Tojikistonda-da, Tojikistonni anaqa O'zbekistonga yaqinroq joyi. Xo'jandga juda ko'p borishadi bolalarim. To'ylarga ko'p chaqirishadi. Gulistondan salom. Sirdaryo.
Xo'p, xullas azizlarim, biz sizlar bilan hech ham xayrlashgimiz kelmayapti. Lekin ertaga bular yo'lga chiqishadi, narsalarni ancha-munchasini tayyorlab qo'yganmiz. Hozir yana tayyorlab qolgan ishlarni qilishimiz kerak. Hammangizga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni sevaman jonim. Jonim bolam, Shahnozim. Yaxshi dam olgin qizim. Sen ish bilan bo'lding-da, senga aytmabmiz ham. Xayr, hammaga bye bye. Bye bye, good night.